Assalomu alaykum, Humo Katyolning aziz obunachilar. Akalar, bizga mana yana bir katyolimiz tayyor bo'ldi. 550 kvadrat joyga qo'yiladigan katyolimiz bizga kelib zakaz beruvdi. Biz esa mana chiroyli qilib, xudo xolasa topshirish arafasida turibmiz. Olib borib o'rnatib bersak bo'ldi. Hozir shu katyolimizni chiroyli qilib sizlarga arzonini qilib beraman. Katyolimiz oldidan ko'rinishi, oldida 3 ta eshigi bor. O'rta eshigi ko'mir soladigan joy, pasti yonmagan tosh chiqib qolsa yoki pastida yonmagan kullarni oladigan joy, tepasi ham ochib turib tozalaydigan joylari. Katyolimizni ko'rishingiz mumkin. Oldilari polniy suvli edi, buni suvsiz qildik. Uni ham sabablari bor, hozir video davomida aytib boramiz. Bu ko'rib turgan joylarga ventilyator qo'yiladi. Shu ventilyator pastdan puda beradi va puda berganda ko'mirni yondirib beradi. Bu katyolimiz ham gazga, ham ko'mirga ishlaydigan katyol. Xudo xolasa mana shu katyoldan ko'p qilyapmiz. Odamlarga ham yaxshi ma'qul kelyapti. Bu tomonlarda miyalari qo'yiladi. Hozir qo'ymadik. Olib borib o'rnatgandan keyin chiroyli qilib qo'yib beramiz, chunki yuklab olib borgunimizda bir sinib qolmasin, shunga o'xshash holat bo'lib qolmasin deb o'rnatganimiz yo'q hali. Oldilarini suvsiz qilganimiz sababi bor, chunki katyolimiz set o'chib qolsa ham ichiga ko'mir yoqayotgan bo'lsa, shu tagini ochib qo'yadi, o'zini holatda yonaveradi. Endi bu yerdagi suv chiqib ketish qiyin bo'lib qoladi. Shunda bir otib yorib yoki shlankasidan chiqib, nagruzka kelganda bir yorib olmasin deb turib, oldini suvsiz qilib qo'ydik. Unga hech qancha rasxod ketmaydi. Sababi suvsiz qilganimiz, suvsiz qilsak ham uncha rasxod oz ketadi deyishlar mumkin. Ichiga baribir mana bunga o'xshagan 2 qavat narsalar qo'yiladi. Ichiga azbest, bu undan keyin o'tni qaytaradigan, eshik qiyshayib ketmasligi uchun. Endi yana bir tomoni plus buni suvsizni samatoy sistemasi samatoy bo'lsa, o'zini holatda katyol yonaveradi, bemalol ishlayveradi. Bundan suv chiqib ketishlik qiyin bo'ladi va shlankasidan otib yuborish mumkin, nagruzka kelganda yoki chakidan qo'yib yuborish mumkin. Shuning uchun suvsiz qildik. Katyolimiz orqadan ko'rinishi demo xuddi, ya'ni mo'ri chiqib ketadigan joy. Mana bu joy tozalaydigan joy. Har kuni yoqishdan oldin tozalab qo'ysa, yaxshi, effekt yaxshi bo'ladi. Turbalariga, ichidagi kitoblariga klonlab qolmasdan tozalab tursa, issiqlikni yaxshi o'ziga olib qoladi. Mana bu tomondan islari, ko'rinishi, shu oralarni kunda tozalab turadi yoqishdan oldin. Turbalarimiz uchli, listimiz to'rtli. Uchli listni ishlatmaymiz. Ikkili turbalar ishlatmaymiz, faqat uchli turba, to'rtli listimiz. Ko'rishingiz mumkin. Akalar, sizlarga ham katyol kerak bo'lsa, ham gazga, ham ko'mirga, ham sevit o'chib qolsa ishlaydigan katyollar kerak bo'lsa, mana Humo Katyol deb yozsanglar, akalar, YouTube kanaliga kirib, chiqarib, bemalol kirib ko'rishingiz mumkin. Bergan joylarimizni, qilgan ishlarimizni, sistemalar tortamiz, katyollar qilamiz. Teplitsa ishini barchasini noldan chiroyli qilib topshiramiz. E'tiborlar uchun Humo Katyolni kuzatinglar. YouTube kanalimiz, bemalol yozib ko'rishingiz mumkin. Albatta, kommentariyaga o'z fikringizni bildirib qolinglar.